Masibek, Elabbay, Misbatoy. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Jambilman. Yoki men zaryadman deb ilm o'rganishim shart emas deydigan bilmas voymisiz? Ey, nega endi bilmasboy bo'lar ekanman? Men-chi Askiya haqida ancha muncha narsa bilaman, bilding? Bo'ldi, topdim. Jahli burnining uchida turadigan bilmas voy zaryadsiz. Bo'ldi. Burnimning uchida turmasa ham rostdan jahlim chiqdi. Men Askiya qilyapman-ku. Askiya. Hazil edi bu. Kayfiyatni tushirmasdan Askiya haqida bilganlarimizni aytib beramizmi? Mayli, faqat eng birinchi men boshlayman. Askiya aslida arabcha so'z. Ma'nosi ham o'zidek antiqa. O'tkir, zehnli, hozir javob degani. Askiya o'zbek xalq og'zaki ijodining kulgili, xushchaqchaq tomosha san'ati sanaladi. U odatda xalq sayillarida, to'ylarda aytiladi. Askiyada qatnashadiganlar ziyrak, hozir javob, donishmand bo'lishlari shart. Shuningdek, so'z boyliklari shunaqangi ko'p bo'lishi kerakki, bir necha soniyalar ichida sherigi aytgan gapga javoban fikr bildirish zarur. Askiyada ikki yoki undan ko'proq odam qatnashadi. Aytilayotgan askiya birovning ko'nglini og'ritadigan, xafa qilib qo'ymaydigan bo'lishi kerak. Shuning uchun askiyachilar nihoyatda ehtiyotkor bo'lishlari zarur. Tarixdan darak beruvchi yozmalarda askiya 15-17 asrlarda keng tarqalgani aytilgan. Shoir va olim Zayniddin Vositiy Hirotda askiya keng avj olganini yozib qoldirgan. Askiya haqida-chi Alisher Navoiy, Zashiriddin Muhammad Bobur, Xondan Mir ham ma'lumot keltirgan. Shunaqa. Agar bilsangiz, askiya alohida badiiy asar sifatida tan olingan. Sheriklarga murojaat qilish ham o'ziga xos. O'xshatdim. Gulmisiz, rayhonmisiz, xafsana, qofiya, bilganlar va bilmaganlar deb ham boshlanadi. Bordi-yu sizga kimdir shunday deb gap boshlasa, bo'ling. Gapiga mos ravishda fikr bildirish uchun so'z boyligingizni ishga soling. Hazil askiya har doim kayfiyat ko'targan. Shuning uchun odamlar bu san'at turini yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rganlaridan o'ziga xos qahramonlari ham. Mana shu qahramonlarga atab qancha badiiy to'qimalar qoldirilgan. O'zbeklarda afandi, qozoqlarda aldar ko'sa. Bunday qahramonlar juda ko'p. Ularni sanayversak, kun botib, tong otib keladi. Bir kuni afandi deb boshlanadigan hikoyachalarni aytishni boshlasak bormi? Misbatoy, bir kuni Nasriddin afandi eshagiga shartta minibdi-da, chuh deb qo'shig'ini aytib, tomoshada tog'orada zog'ora. Keyin nima bo'libdi? Zog'orani yopolmay, dovday joni kabrovora. Aytsangchi, xush, keyin nima bo'ldi? Eshagini Nasriddin afandi qayerga bo'libdi? Buni Nasriddinning tarixini aytganimda bilib olasan. Qachon aytasan? Ertaga.